Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2025-yil 6-noyabr holati. Yuk tushirish jarayoni kech bo'lishiga qaramasdan yuk tushirmoqdamiz. Navbatdagi obyektimiz 250 kvadratlik tomimiz. Pena lambasi quyishga, zagotovka jarayonlari xudo 2025-yil 6-noyabr holati yuk tushirish jarayoni. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani, Dehqonobod shaharchasi. Seni maqtab olyapman. 6-noyabr holati yuk tushirish jarayoni. Navbatdagi obyektimizga pena lambasi quyishga, zagotovka jarayonlarini tayyorlamoqdamiz. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani, Dehqonobod shaharchasi. Pena blok va pena lambasi xizmati mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Pena blok va pena lambasi xizmati mavjud. Kech bo'lishiga qaramasdan yuklarni tushirmoqdamiz, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Dehqonobod pena blok sizga eng sifatlisini tavsiya qiladi. Tashvish ko'rgazishda 3 dan biri ketgan bo'ladimi?